Xullas 7,5 millionga dorini ichdingiz. 7 yildan beri farzandingiz yo'q. Eringiz spermogrammasini tekshiryapti. Birorta joyda Amerikan klinikada ham borgansizlar, Livandan kelgan doktorga ham bordingiz, to'g'rimi? Hamma joyga bordingiz, eringiz уже zada bo'ldi. Doktor desa avtomat bilan osib tashlaydigan jahlda turibdi hozir, kelmagan. Bugun даже eri 7 yil davomida shuncha xarajat rasxod bo'lyapti. Oxiri Fezga preparat bor. Shu sostavdagi xuddi birga bir dorini Germaniyadan olib kelib olasan deyapti. Xuddi shu sostavdagi dori Toshkent aptekalarida tiqilib yotibdi. Qanchadir pulga olasan, bu platsebo qilishyapti-da. Ya'ni xo'roz qan chet eldagi desa yotib yalaydi degandek. Yana qaysidir firmanikini Levali doktor yozib bergan 7-8 million uni olishgan. 7 yillik farzandsizlik holati, hali diagnoz yo'q. Rentgen qansam turba rentgeni yo'q qo'lida. Hech kim buni turbasini rentgen qilmagan. Bachadon nayi bormi, yo'qmi, ochiqmi, yopiqmi? Suv yig'ilganmi, yiringlab ketganmi, shamollab ketganmi? Tug'ma adnorogiy matkalar bor. Tug'ma turba yo'llarini rivojlanmagan yosh 6 oylik kelinchalarni ko'rganman. Erini daji morfologiyasi, martesti, DNKsi 7-8 tanasi turibdi. Birortasi qilinmagan. Hali tashxis qo'yilmasdan turib 7 yillik holat. Ikkita tanishim, Jizzaxlik tanishimda yangilik bo'lgani uchun keldik, 1,5 yil kutib deyaptilar. Menimcha 1,5 yil kutishga bu arzisa kerak. 7 yildan beri hali mag'zi qilinmagan, kalavani uchi topilmagan. Bularni u yoqdan bu yoqqa tortib, sudrab, sarson qilib, keraksiz bekorchi narsalarga vaqtini, pulini, umrini sarflab yuribdi. Ana u odam o'zi ko'ngli qolib, ixlosi qolib, doktor desa yoniga yaqinlashmaydigan bo'lib ketadi-da. O'zbekistonda tiqilib yotgan shu dori preparatlar, shu sostavdagilarni endi Germaniyadan olib kelib ichasan deyotganmish. Livanlik doktor aytdim, kim edi? Yamanlik doktor. Kim qayerda bo'lsa ham biza sababchi. Biz har doim har bitta bemorga sababchi bo'lib qolishni butun tanamiz bilan, vujudimiz bilan xohlaymiz. Lekin hammaning o'zining taktikasi bor, hammaning o'zining davolash metodikasi bor, hammaning o'zining bemorlarga munosabati bor. Bemorlar kim uchundir qaysidir doktor bemorlarni klient sifatida qabul qiladi. Qaysidir vrach bemorlarni bemor sifatida qabul qiladi. Tushunarlimi? Klient boshqa, bemor boshqa. Biz yordam beramiz. Avvalo Alloh to'g'ri diagnoz qo'yib olsam, to'g'ri tashxis qo'ysam, yechimini ham qilib beraman. Faqat siz hozir tashxissiz mendagi beradigan ma'lumotingiz meni 20% ga qoniqtiryapti. 80% meni qoniqtirmayapti. Men 100% hammasini yig'aman. Rentgen, gormon, spermatolog 4 ta tahlilni keyin siz bilan gaplashaman. Kelishdikmi? Nima kerak bo'lsa butun dunyoda hammasini qilib beraman. Kelishdikmi?